Agar u ma'qul, shunday qilaylik biz oliy muxtoriyatni bersa, bu ma'qul deyil desa, Seyfidin o'rniga shu aydan chiqdi. Uni vijdoni ko'tarmagan. Men unda qululab, unda Xitoyning bergan o muxtoriyat qanchalik bo'ladi. Chunki bular bu shu 47-yillik 11-oyda Beijingda nimada ichilgan, Nanjingda ichilgan Xitoyning Gomindaxoy degan qurultayga borganda shu Aysa Efendi bilan Ahmadjon Qosimi Sharq Turkistonga oliy muxtoriyat berish haqidagi qaror loyihasini hozirlab, yig'inga sungan vaqtida yig'inga sunishga ruxsat qilmagan jankeshik. Ruxsat bermagan bunlar yig'inga selishiga. Demak, uning yolg'on ekan bu deb Ahmad Efendining endi yig'indan ra'yi qechib, bu o'xshashlik ekan bu. Mesela bizni aldaydigan gapkan deb, unidagi bu odam yig'inlarga qatnashmay, shu Shanxay, unidagi Jiang Junga o'g'lini chiqarib, buni olib ko'rsatdi, jiqroq ko'y bizning jiqligimizni ko'rsin deganmi? Beijing, undan keyin Chengdu, Tianjin, müş joylarni Ahmad Efendimga shu kelgan Ahmadjon Qosimi, endi Ziyas nima va Abdukarim Abbasov Ziyasemede müşlüğü aşağılığını kösetken. Endi Beijing kelgandan keyin Ahmadjon Qosimi shu nimaning General Mahmud Muhit'in qabrisini surishtirib, uning qabrisini tepib, Beijingga shadulab ketdi va shu odam. Shuni beshini patah qilib qo'ygan. Demak, bu odamning Mahmud Muhit'ning qanday odamligini biladi. Demak, Uyg'ur uchun so'qqan inson deb shuni qabrisini ziyorat qilgan. Andan keyin bu nima bo'lgan vaqtlarda, bitim bo'lgan vaqtda shu Aysa Efendimligi bu mush Mehmet Hazretlar bilan yaqin munosabat qilgan. Yaqin munosabat bo'lgan. Hatta bitim buzilgandan keyin Mas'ud Efendim, Aysa Efendim Mehmet bin Buğralni yo'lga ketishga tashabbus qilgan. Odam qo'yib. Lekin ular ketolmagan, chunki Ruslarning endi ta'siri kuchli. Ruslar bizni intiqom oladi. Biz kommunizmga qarshi, biz Rusningki nimalarga qarshi, shuning uchun ular ketolmagan. Bo'lmasa, masalan, men bir defa nimadan Aysa Efendidan so'radim-da, sizlar shu vaqtda Uch Efendimi kelibsizlar. O'zi ba'zi sizlarni Xitoycha deydi ekan, sizlar shularning rahbarlari Ruschalar deydi ekansizlar. Shu bir-biringni unda qilmay, Ruscha Xitoycha demay. Bu Aysa Efendilar 3 guruh edik. Biz 3 taraf, 3 viloyat taraf, birisi biz Uch Efendi, yana birisi tam Xitoychalar vaqti deydi. Xitoyning 3 guruh. Siz şu vaqtda Aysa Efendi bilan, Mas'ud Efendi bilan, Mehmet Muğra, Aysa Efendi bilan bir til biriktirib, o'zimizni ishni hal qilaylik deb, o'zingni mashadin bir qo'zg'olon qilib, shu masala nima ish qilmadinglar buni? Nima ish qilganda birlik kelmadinglar? Shu vaqtda Aysa Efendi so'radim men bir kuni. Shu so'ragan vaqtim hamda 87-yil. So'rasam, yo hech kishi bir jur'at qilib men bu savolni so'ramagan. Sizlar bu savolni mendan so'ralar. Sizlarning men mushunday qilganlarni yaxshi ko'raman. Sizlar jasur endi fikr qo'yishdi. Endi men sizlarga so'zlab beray deb Aysa Efendim shuni deb bergan. Shu 46-yil 11 bitim tuzilib, bizni ham shu viloyat taraflari Rusning fikri bilan hukumat tarkibiga kirishga unamagandan keyin shu markazdan bisim qilib, Mas'ud Efendim kirmadi. Aysa men hukumat a'zosi bo'lib kirdim. Undan keyin Mehmet Buğra ta'mirat nazoratining noziri bo'lib kirdi. Endi biz shuni bilan muyda bo'ldik. Endi shu zamonda bu bitimdagi tuzilish munosabatida Nansanda bir choy verdi deydi, Jiang Jujun. Xitoyning generali Jiang Jujun. Shu choyda shu o'tadiq nurg'un odam bor deydi. Shu o'tirib keyin shu qimiz ichyapmiz, yema qilyapmiz, zayap yeyapmiz. Ahmadjon Qosim qo'paplar begim, Aysa begim. Men qarag'ayliqni ichib turasizlar, bir kirsizlar kichkina ishkimiz so'zlashib olaylik dedi deydi. Degandan keyin men ma'qul deb boshlashdim. Qopay desem Jiang Jujunning ko'zi meningdan uzilmaydi deydi. Qarshi tarafimda o'tirgan Jiang Jujun meni qarab turadi deydi. Shu haqda men bijim deb ketganini Xitoy deydi, Xitoyni aytib Sharq Xitoyda. Men ham de kessam bular tag'ning ichida qarg'ayliqni til biriktirib oldi deb bijim qilmasin deb qopamadim deydi. Ko'zi meningdan uzilmaydi deydi. Keyin bir vaqtda qimizdim ichib, aroqni aralashtirib ichib, bir Xitoy bilan toza qiziq suhbat tushgandan keyin endiki g'achchini qopab qarg'ayliqqa kirdim deydi, qarg'ayliqda Nansanda.
Şu akıda oturaptı deydi. Seni bek keçikip ketliği bekeyim, Eysa bekeyim. Nima bo'ldi? Demişti keçikip ketler. Bek saklap kettim. Dedi, жаңжы жанымның көзі маңını tikilip, bunda tikilip тұрғанда екен қопамадым ben. Desem kesle. Dep endi şu an söhbet başladık. Sizler bugün mening yürgizip atkan siyasimi qandaq qaraylar? Dep so'radi. So'ragandan keyin men biraz o'ylab turib bilib, dilimdikini deymi, tilimdikini deymi deb so'radim deydi. Nima deganlari bu? Desem, sizlar agar men tilimning uchidikini desem, sizlar aqlli, zeki odam. Tez ko'ngildikini deb deydi, mendan norozi bo'ladilar. Dilimdikini desem, kirib masavitning ko'ngsilig deb qo'ylar. Dilimdikini desem, shuning uchun buni so'raganlik uchun so'radim degandan keyin sizlar qarshilarida bir Uyg'ur avlodi o'tirdi. Sizlar u darajadagi odam emasman. Mening qandaqligimni kelajakda sizlar bilib qolinglar. Biz hozir bu siyosatni yuritishga majburmiz. Chunki uning Rusdan boshqa yordam olgan yeri yo'q. Qurolni shahadni oladi, bijnim qiladi. Boshqa davlat chegarasi yo'q. Biz shunga majbur bugun. Lekin kelajakda mening bunday siyosat yurgizganligimni ifodalamaydi. Kelajakda mening qandaq odamligimni yaxshi bilib qolinglar. Shuning uchun dildirdikin sizlar. Mening qarshimda bir Uyg'ur avlodi o'tirdi deb dildirdikin sizlar. Degandan keyin endi men sizlar ma gomendan alman yasaqni azayson, xalqqa buna ait ig'rin bisim bo'lib ketdi, men sil tarafda, men sizni qo'llayman. Bu hukumat, gomendan hukumati va parxo'rlikni yo'q qilsin, men sil tarafda sizni qo'llayman. Gomendan armiyasi buna jiq armiya kelib bu xalqning yuk ig'irlab ketdi. Shuning bir qisqartib ko'pini ichib ketsin, azroq qolsin desa, men sizni qo'llayman. Hatta Gomendan'ın tamamen askerlerini ichib ketsin desa, men sizni qo'llayman. Ammo Gomendan ichib ketsin, Xitoylar ichib ketsin, o'rniga Rus kirsin desa, men yoqdayman. Ben yoqdayman. Chunki men bu Ruslarninki G'arbiy Turkistondagi insonlarimiz qilgan bütün zulmlarni o'z ko'zim bilan mana shu yerda 6 yillik turish jarayonida buni ko'rdim. Uni bütün zulmlarimni ko'rdim, bu kommunistlarning qilgan nimalarni. Shuning uchun ham de bu Gomendan Xitoy chiqsin, Rus kirsin bu yerga deslar, men shuni yoqdayman. Boshqa tarafda ixtilofim yo'q sizlar bilan. Deb shuni dedim deydi. Desam endi shuning bilan endi u dedibdi, keyin sizlar ko'rib qoladi kimligimni. Bu davomli shunaqa siyosat yurgizganligimni men. Hozir biz aynan siyosat yurgizishga majbur. Deb shuni dedi. Keyin Ahmed efendim chiqib, Eysa vakda biraz millatchilik var ekan, buni bek chat qaqmanglar debdi ekan. Boshqalar bo'lmasa shu viloyat tarafdor bek chat qaqib ketgan deydi bizni. Shu жаңжыжың chiqdi aşağı selish uchun deb qaraydi ba'zi Allah. Kim menga bo'lgan besimni azaygan biroz. Barada millatchilik var ekan bu odam nima deganda. Endi bu üç efendilarga kelsak, bu üç efendilarning hamda Eysa efendimi kelaylar hamda. Eysa efendim 1901 yılı yeni saat tug'ilgan shu yeni sağlık Yusuf Begning o'g'li hamda. Shu kichik vaqtida hamda azroq diniy maktabda o'qib, undan keyin shu vaqtda Beglining mandaq bir xizmat qiladigan odamlarning bolalarini Şotang degan Xitoyning maktabi, Xitoy bolalarini tarbiyalaydi, biraz Uyg'urlarni qo'shadi. Keyin ham o'zi xizmat qildirish uchun tarbiyalaydi. Shu Shotangga berib, shu Shotangda o'qiganman deydi. Shotangni o'qib, meni Xitoycham kuchli bo'ldi. Xitoychani obdan bildim. Shuning bilan men biliqi baji darsida tahsil bo'lib shahar ishildim deydi. Chindili deydigan bir Xitoy shu yangi soniki hokimiyati deydi. Chindili men Uyg'urcha o'rganaman deb uni azroq Uyg'urcha o'rgatdim deydi. Keyin Chindilini Jingshorin bu nimaga Farg'onaga kumandan nima qilib konsul qilish uchun shu vazifa bergandan keyin u endi mening bilan sizni maktabda biz ayolning tilini bilmaymiz. Siz Xitoychangizmi yaxshi? Menga tarjimon bo'lib bersangiz degandan keyin o dadam bilan maslahashib bo'pti deb men shu vaqtda endi shu Chindili bilan nimaga Farg'onaga u yerga bordim. U yerda bizni turib shu konsulda ishildim. Yani Toshkentda ishildim.
Şu jarayonda Toshkentdagi nurg'un munavvarlar bilan ko'rishdim, nurg'un odamlar bilan ko'rishdim, Moskvaga bordim, Petersburgga bordim, Olmaotaga bordim, ko'rdim, nurg'un ziyolilar bilan uchrashib, meni odamda shu bizlarda bir vatanni bir qutqizish lozim ekan deydigan bir ideya mening shu vaqt shakllangan deydi. Shakllandi. Keyin 32-yili Jingsho'rin ag'dirilgandan keyin shu ag'dirilib ketdi zaten. Ben de Nanjing'e nimaga verip Tianjin'den Nanjing'e verip şunu bilan men shu yerda turib qoldim deydi. Ongacha arliqdan Meslependim keldi deydi Nanjing'e. Meslependim shu 35-yillar kelgan bo'lsa kerak, 35-yillar. Ondan keyin 43-yili Mehmet bin Hazret, Mehmet bin Buğra o Bombay'dan şu uçakka minib o Chunchingga vaqtida Nanjingdan Chunchingga o'tgandik, Janjinning yopilib bisi oldi. Chunchingga keldi. Shuna biz ish yapandamda maslahatlashib, shu bizning aholimizning Altayli, millatimizning Turk ekanligini, vatanimizning Sharq Turkistonligini, bizga hozir daral mustaqillik bermismi, bizga oliy miqdoriyatning berishini, asta-asta bu Xitoy demokratlashsa, biz bundan foydalanib, endi mustaqillik talab qilib, mustaqil bo'lishimiz bunda qaror qildik, uch yapandilar harakati. Shuning uchun oldi bilan shu oliy miqdoriyat talab qilish, buni tushuntirish, Xitoyligim tushuntirish, boshqaligim tushuntirib, jamoat fikri paydo qilish, endi o'zimizning munavvarlarni yetishtirish bunday fikrda. Nima qilib shuni bilan qildik. Shunday qildik, endi undan keyin shu masalani nima qildik? Deydi, o nima? Hesab edim shunday qilganimda, keyin Muş Nanjing'deki gomunda koyga, Şarkı Türkistan Ali Muhtariyet layihasini şu Ahmetcan Kasım'ı bilen şu İsa Yusuf alıp diken birlikte hazırlagan. Onun da vatanının ismi Şarkı Türkistan olsa, Şinjan'da lanetlik ismi kalsın. İkincisi, biz iş kişimizi hazırca çıgıra müdafiyası ve taşkışla yani merkezden kolda olsun, kalan bütün iktisadi, kültür, bütün hukuk yüzümüzge verilsin. Diyen şu talebini koyup kaysak, bunu jığınga koyuşup, onu ben deyin can keşik. Şu toskıllık kılıp jığın koyamadık dedi. Ahmet Efendi'me şu nime bilen ikimiz birlikte hazırlagan ondaydı. Şu nime bilen mi yakınken, Ahmet Efendim bu, Mehmet bin Buğra bilen, heli keliştik ya ona olan. Mehmet bin Buğra'mı yakşı edem, tarihçi, şunda qaraydiken. Endi şunu olan keyin hem bola veya kelgendeyken 47-yil 5 ayda o Jiang Zhijong o'zining nimasidan istifa verip Birleşmiş Hükümet'nin reisi emasmi? Nimani? Mesut Sabiri'nin reis. Ondan keyin bu İsa Efendi'ni Şinjan Ülkelik Hükümet'nin baş katibi Mehmet bin Hazret'ni nima qildi, ta'mirat nazoratini hozir qildi ekan. Biz endi Altay nashriyatini Lanjo'dan o'tkazib Urumchiga chiqdik. Deydimda, chiqdi Urumchiga chiqdi. Lanjo aytlar nashriyati Altay majmuasi degan bir jurnalni chiqarib, uningda bir shu o'ziniki uch yapada o'zining siyosatlarini, vatanning ismi Sharq Turkiston. Biz Türk irqidan dinimiz İslam, da şuarı var. Irkımız Türk, dinimiz İslam, vatanımız Şarkı Türkistan. Yanmış değil. Her ikisi tırşına koyup makalle alan kıldık. Altay mecmuasının makalle onun baş tahrir nime Mehmet bin Buğra. Bunu da işini kıldık. Kudat Kubilik diyenlik nemeni içip diken kütüphanesi. Bu kütüphanesi Türkiye'den hem dünyanın Uygur tarihi, Uygurlarının medeniyeti, nurgun kitapları yığıp yaşlar biraz oğansın, bilimlik olsun. Dep onu biz kurduk. Onun için biz şu biraz milletçilik kıldık deydi. Bir kolumuzdan kelgen çıkılıp, yaşlarını teşkillep, bir partiya kurduk ama bulduk. Bunu okup kılıp, keyin bu Jiang Zhijong bulun bomba de bizim milletçiliğimizin şu milletçiliğimizni okup kılıp, adı can keşiğe meseliyet verip, bunu ötkeyli. Bir de tamamen Xitayını koysak, üç yıl ayetsem başlıklarım Uygur, Kazak, milli. Yani bizim yani bir millini koyayım olan bir şey. O da Mesut Efendi'nin reis,
İsa Efendi'ni katip, Mevlüt Mıgran'ı temirat nazaretinin nazır kılıp, 47. yılı 5. ayının neticesi 20'si bu haberini kılgandı iken, ondan Ahmet Efendi'yle bütün bozuldu. Çünkü o Yanıcı'nın söylen meslekleşmedi. Onun üstüne Turpan'daki inkılapını son şeylerine ait katlık bastırdı. Bizden de biraz şulayet kozganda bizi atıp koydu deyip, ondan bu şulayetin vekillerini edip, onca gidip, şuna olan Kıtay ile bu alakası üzüldü. Nebi Efendi'yle hem de şu vakti kıgaşı hem de hılıkı bırkandı. Şunun için o da cancıcılığın mı? Bu da şu milletçilik kıldı. Kumindan armiyası hakaret kıldı. Bizim Kumindan'ı Sadık Kanzol'un çetki kalktı. Hep şu ayıpını koydu buluğa. Ayıpını koydu. Hem de bu şu bir yılda üstünü tuttu. Hem de 49. yılınki şu 5'de, 1. ayda hem de bütün Xitay'ın komünistlerine küçüyüp gitti. Kumindan'ın ahvalı biraz zayıfleşti. Şu vakitte hem de Sovyetler yaxşı olmasa şu vilayetini kontrol kılıb olmaydı hem de. Şunun için hem de bula məsləhətləşib Mas Sabirini reis anını qılıb andaq hükümet Ahmet Efendi oluşu qaytıb getdi. Hem de şunun için beni cancıcığımı eyipleydi o. Oynak kıldı hep. Qalğan demeldim eyipleydi o. Hem de şunu keyin Ahmet Efendi'nin bununla bilen işbirliği, hemkarlık kılışın daha et konuldun istegen, olacak bir işlik davet kıygan. Hem de ola rostunu ihtiyat kılıp bağmıgan. Hem de İsa Efendi'nin hem de setki çıkkan deyken 49. gün senden hem de hükmürallık oldu bizim üstümüzü işgal kılıp aldı. İsa Efendi bilen Mehmet Bakır'a hem de hazır bir yerde karşılık kıldıysak bir tarafta Sovyet var, bir tarafta Xitay komünistleri bütün cüngoga hakim oluşuk az kaldı kılıp oldu. Hem de bir yerde biz takabül tutsak mı biz uzun tutturup duramayız. Şunun için biz hem de çetki çıkıp gideyle çıkıp şu yerde bir faaliyet ilip barayıldı. Vatan için ayrıldık diye şiar veren. Bu da hem de 49. yılının şu 10. aylarında yol mangaca 1. ayında 2-20 ay yolda düşürüp onu dikin Pakistan'daki Keşmir'e yetip gelgen. Keşmir arkalık. Hindistan vaktida şu Keşmir Hindistan'ın kolu da. Ona dikin kelip bunu 1. kıyga işi şu yolda Nimel'den kaçıp Gönsendan'dan dikin Keşmir Hindistan Kırgızmayı tuğan 1300 adam bakken şöyle Hindistan hükümetiga neme kılıp Keşmir hükümeti kılıp şöyle Kırgız ötenler bir kadar kırılıp gitti de Mehmet Efendi bu Mehmet İsa Efendi şu Hindistan hükümeti Keşmir hükümeti bilen söyleştirip o da ne çıkardı Kırgız'dan. Ondan onlar Arabistan'a yetken onun ikameti yokmuş maçı bir şehirden. Ona dedi ki bu aşağı nurgun Kazaklar yığılıp kalgan Kazaklarcık. Şunun bu Türkiye Cumhuriyeti bilen Hindistan bilen Arabistan'ın konsulları bilen görüşüp halkara yardım verdiğin cemiyetler alakalaşıp Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bazı bir münasebetlik organlarla alakalaşıp demek üyedeki bizim şu Keşmir'de Hindistan turup kalgan hemşehrilerimizle Türkiye'ye gelişine şu Mehmet bin Hazret'in bilen İsa İsmail'in çok kısmeti var. 1. kıtım demek 54. yılı 1850'den Köp Kazak Türkiye'ye ekleyen, onunla serbest köşmen kılıp ekilip, onun yol krallarını bizimle el kılıp başla ekilip, onu Türkiye'de onu İstanbul, Kayseri şehir uğurlaştırıp, öy bilen teminlep, onu pul bilen hükümet teminlep, şunda kıgan hem de o, şu demeden kıgan çok işi. Bu 4-5 Türkiye işte adamlar gelgen, şunu bu Türkiye'de, demek burun gelgen Uygurlar, emmesi bir Türk'le öyle kaynışıp gitip, onu demek gitip, yeni çıkanlar az olgandayken, şular hem de Doğu Türkistan'ın zulümlerini körep gelgenler olup, ola ahir bir 5-1000 adam demek bu Türkiye'de peyda olan Kazak, Uygur olup. Bu bir kısmeti var. İkinci sen bir gelgendeyken, demek İsa Efendim'le Mehmet bin Hazret'in birine dergi çıkargan. Şarkı Türkistan avazı da dergi çıkargan Türkçe. Şarkı Türkistan avazı da İngilizce dergi çıkargan. O vakti da Suudi Arabistan'daki bizden baylağı yardım kıygan. Nurgun Uygurlar hem de Suudi Uygurlar'ın hep Uygurlar bayandı. Kazaklar az yerde. Şöyle yardım bilen. Keyin bu Tayvan hükümeti Suudi Arabistan'a narazılık bildirip İsa Mehmet Belle'nin üstünde kollağıp tisleyen aynı diken ulamaylık yardım verişine acilini toktutup koygan. Siyaset arılaşma oldu. Şunu Hazreti Muciza'nın devamlık çıkaramayan, işgüsanç toltap kalgan.
İngiliz jurnalımı 5-2 sene çıkaramay to'xtab qolgan. Nimishga olim chetlab qo'ydi. Pul yo'q qo'lidan chiqaray desa. Vaqtma o'zining faoliyati iqtisodiy qiyinchilikdan davomli yurgizolmay 77-yil qurgan Ahmad. Demak, Aysa u qolib qolgan. Shuning bilan endi bu ishlar bular shu demak o'g'il turkistonliklar Turkiyaga yerlashtirish, da'vo ishlari, ko'chmanlar jamiyati, shart ko'chmanlar jamiyatini qurib Aysa uning raisi bo'lib Aysa davomli İstanbul'da tug'an keyin Mamtibin Bug'ra 55-yilmi 56-yilmi Anqaraga ko'chib ketmiş Anqarada tug'an. Endi bu da'vo uchunmi bular har yerga borsa Aysa 70-yilning ichida bütün Şarkı Asya'daki devletleri, Pakistan, Hindistan, Keşmir, onu dikin bu Ceylon, dikin Malaysia, Endonezya, Katarlık devletler, Amerika, Germaniya, Fransa Katarlık devletler, şehir devlet başkanları bilen, bazı hükümet parlamenti başkanları bilen, Mundalı bilen, Nurgulları bilen görüşken, Gandhi bilen görüşken, Nehru bilen görüşken Hindistan'da. Pakistan'ın devletisi Cenna bilen, Mehmet Ali Cenna bilen görüşken, Pakistan'ın Ayub Khan bilen görüşken, Endonezya'nın Tashqi ishlar ministri bilen görüşken, onundaki bu şikayla şu vakitte 3 qitimlik bir yığın bol 4 qitim bir yığın hem de yığınlar mesela qatnaşkan yığınlar 1955 yılında İmam Bug'ra bilen Aysa Yusuf Alptikin Bandung yani Endonezya'ya gidip Endonezya'daki Bandung xalqaro yığını qatnaşkan. Şu yığınga jo'ng'illayib ketgan. Bo'ldi mutaqassat ta'sirga kirgizib bo'lib shu yig'inda Sharqi Turkiston masjidida o'tirib 55-yil shu surat. Aysa efendi Mamtibin Bug'ra 55-yil Bandung yig'inida qatnaşgan. Undan 1958-yili Mamtibin Bug'ra bilan Aysa Yusuf Alptikin Bag'daddagi xalqaro konferensiyaga Bag'daddagi xalqaro konferensiyaga mana bu yerda o'tirdi. Bug'ra va Mehmet Aysa Yusuf Alptikin Bag'daddagi shu Osiyo masalalarini muzokara qilgan yig'inga qatnashib Doğu Turkiston masalasini tilga keltirgan. Undan keyin 1952-yili Mamtibin Bug'ra Qohire'de o'tkazilgan Osiyo Afrika konferensiyasiga qatnashgan. Bu konferensiyada ham Shayx Shamilning toruni bilan ko'rishgan. Endi Hindistonda o'tkazilgan 1960-yili Hindistonda o'tkazilgan Osiyo Afrika konferensiyasida Mamtibin Bug'ra va Aysa Yusuf Alptikinlar Sharq Turkiston masalasini tilga olib alaydi buni. Shu masalani o'tirib qo'ygan. Demak, bular bir qancha xalqaro konferensiyalarga 4-5 konferensiya qatnashib Sharq Turkiston masalasini shular anglatgan dunyoga. Shuning uchun endi bu dunyoda Sharq Turkiston masalasidan xabari yo'q davlatlar oz. Lekin dunyoda endi hamma davlatning o'zining bir iqtisodiy bazı diplomatiya cihati o'zining bir manfaatlari var. O manfaatlaridan voz kechmaydi, shu o'zining manfaatini asos qiladi. Shuning uchun ba'zilar bilmaslik silib oladi. Ba'zi bilsimi, masalan hozir islom dunyosi deb olaylik. 55-56 davlat var. İslam birligiga a'zo. Shular Doğu Turkiston masalasini bilmamdi biladi. Lekin Xitoy bilan bo'lgan tijoriy manfaatlar bazı Xitoydan olgan bazı pul qarzlar yüzünden mesela İslam Birliği Teşkilatı, İslam Müslümanlarına işler kılgan teşkilat. Şunazı kömesi kisilip bazıları Xitoy bilan texmi yıkılışıp bizim ayetlik qirg'inchiligimizni onu inkar qilib, ya ular nəhayət rahat yaşayıbdı deb mənim avaz Xitoyning ovoz qo'shaqliq.
Şunun için hem de bu meselelerde hem de yani İsa Efendim olsun, meyli nima olsun, Ahmet Can Kasım olsun, bizden hem de şu zamandaki yani yetiştirgen Şərq Türk halkının münevver avlatları. Endi bulaylığı aslında Mehmet bin Hazretleri Sabit Damıllam şu 30. yılları olcuk verip 31. yılları. Şu an uçuruşup bu çöçek verip Mehmet bin Uğra yerdeki Tatar alimi Murat Efendi bilen görüşüp şu işgelenin meslahatlerinde hazır bizge birden bir çare. Bunu gep sözüyle bu Xitayga anlatıp bu Xitay bizge yol koyduğundek emas. Biz məxfi teşkilat kurup, korallık, kozalan kılmaydı durup bir şey olmaydı gibi şu kanaatke yeter şikisi. Mehmet bin Hazretleri sağlıktan. Korallık, kozalan kılış gerek şu. Korallık, köreş bilen kılmasak bizim şu babalım. Şunda kıgan girgende, mesela çocuk Xoten'de Mehmet bin Buğra, demek 1932 yıl fevralda, demek ki kozalan götürüp, Xoten'de azat kıygan, hatta Yaken'de azat kıygan, demek ki vaxtında Xoten İslam Cumhuriyeti dediğim bir İslam hükümeti diyenle meydan keltirgen. Bunun tesiri hem yardımı Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu mu? Çoğunun asısı var. Şərq İslam Cumhuriyeti kurulan. Hem de kim bu bular demişken de kim bu demiş demek hazır âli muhtariyet. Hem de bu inkılap mı kıpbaktı kurallık göre şöyle mi? Bu yani çoğun devletler bastırıp bitirirken ondan da Xitayning o'zi gibi anlatıp Xitayning cemaat fikir paydo qilib, Xitayning insonda Xitoylashuligini anlatıp, mush yo'l bilan minib boqayli degan yagan bo'lsa kerak. Lekin Xitoy saxtikor, hiylagar. Masalan, Jankeishmi shu. Jankeishimizning shu Uyg'urlarning rahbarlaridan ko'rishib, qalbiningdagilarni dangla, og'zingdagilarni dangla. Endi hammasi bunday so'zlab nima ekan. Siz bir yerin demeden siz milli müstakillikler kıldık gençler bizler. Ben onu düşündüm. Siz ağzınızda etmesi anlama. Melli hayat olsa bir günü ben birim yani sizlere. Bir günü ben onu düşünüp görüm yani. Şu an bir tercüman varken ama yanacakmış, unutup kalması cümamış keplerine deptiken bir tercüman şahıslağın o unutup kalması bir şey keplerine. Hem de bu şey aldattırdığı işliyken. Vakitte komünistlerime bütün cümle onu kolu keltiriştim aldı demi dedi. Xalq azatlıqların bayanlardı var. Biz bütün cüngöni azat qilgandan keyin Tibet xalqining, Şərq Türkistan xalqining, Moğol xalqining ve başka Juan xalqining ve başka xalqlarning milliy mustaqilligini tanıymiz. Ular cüngöni ayrılıp çıkıp ketsa ma'qul deymiz. Yoki cüngö bilan birleşip konfederasyon, davlatlar ittifoqi qilib cüngöning qo'ynida qolsin mayli degan e'lon qilibdi. Taş nemini e'lon qilib jungoni butunlay e'lon qilib kontrol qilgacha. Keyin yeni oldi undan. Jankesh men hozir mustaqillikni bersam, men Lomozada deyil o'rislar. O'risni kirib egallab oladi sizlarning hozir uning askaringi yo'q, tarbiyalik adabingi yo'q deb. Ayda aldab turdi qashgan. Bu Xitoylarmi dastlab kirganda kommunist Xitoylar biz 3-4 yil Gomindani qoratsizlantirib, sizlarga yordam berib, endi biz chiqdimiz. Biz qarz o'tash keldik deb kirdi. Özü ondan müstahkemli bilip, askerlerini ondan uğurlaştırıp bilip, ondaki bu Şinjan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir kısmı degende oturup koydu. Şunun için bu meselelerde, mesela hazır bizden bazı insanlarımız, yani tol bizim bilmeydiği insanlar, ne kılımız iç bolene, bu iç mi bolsak, bu şu ırkı kırgınçılıkını kılmaydı Xitay'da, Xitay'ını aklaydıgan meydanımız var. Biz bir chet elde namoyishlikni bunday qilgandan endi xalqni endi qirib bunday qildi. Shuni qilmasak bo'ladi deb biz ahmoqona gaplar. Ahmoqona gaplar bu. Xitoyning maqsadi tamoman Şərq Türkistonni xitoylashtirish. Gomendan vaqtida uni propagandasin yaptı. Gomendanning nimalar kelib Şərq Türkistonga tashviqot ministeri. Sizlar ve biz urug'dosh nesildaş biz. Sizin şu Xangday avlatları ve Uygur Kazak'ın Xangday avlatları. Aramızda şimdi alaka kılmalık için birbirimizden farklarımız köpeyip ketken. Şunun için sizler Xangday avlatları sizler de baş Xitay için Xitay kılıp yetişti. Oçuk oturup koygan. Keyin nima qilgan? Vay biz Abdunam beremiz gelecek sizlik, âli muhtariyet veremiz.
Ajanki şimdi kendi ben bir Kürdistan'ın müstakilliğini oylaşmam ben birimen. Hemmisi aldaş. Uygur Xitayla bunca köp emas tarixte. Bu Xitayni köp qilib etken nima desa, nurg'un millatlarni assimilyatsiya qilib Xitaylaştırıp, şunu ona Xitay şu 70-yilları 700 milyon deb yuribdi. Hozir endi 1 milyon 400 deydi rasmo, 1 milyar 400 deydi rasmo. Endi ba'zilar deydi Xitoy yolg'on deb qo'shib olib, o'zi nayt naposi cho'ng menda ko'rsatish uchun qiladi, buning ba'zi yolg'on deydi endi. Az sonliq millatni oz ko'rsatadi. Az sonliq degan gapmi? Bu haqorat. Hech qanday davlatning tarkibidagi millatlarni bizning davlatimizda mana shu millat yashaydi deydi. Az sonliq millat, ko'p sonliq millat. Aka millat, uka millat deydigan gapni qilmaydi. Bu Rus Çarosya olsun, ki Rus komünist hakimiyet olsun, Ruslar akı millet, Kağallar akı millet. Dünyada Stalin'in münazirisi var. Dünyada aval uşak milletler, başka otur milletle koşuldu, otur milletle, çoğu milletle koşuldu. Dünyada en ahir bir millet peyda oldu. Bir millet peyda oldu. Deydi. O da tilşinaslık hakkında konuşunda kıldı. Hem de buna tilmişinde oldu. Mesela bir bölgede rayonluk til payda oldu deydi. Qaysi köp bo'lishini nima qiladi. Undan keyin ular birlashib dunyoviy til payda oldu. Komünizm ajnamalar barpo oldu deydi. Bu hammasi yolg'on tashviqotlar. Shu vaqtida masalan Burhan nima va Almutun o'ylab ketdi, ziyosimidi. Mening millatim yo'qolib ketirgan kommunizmning menga nima keragi bor? Men badablıpamni kiyib, o'zimning ravutini chilib boradigan kommunizm bo'lsa bormi? Unda mening millatim yo'qolib ketgan kommunizm mening nima ishim bor, men bormayman degan. Uni voy ashaddiy millatchi u bu deydi. Oxiri Xitoyning tutgan yo'li birindan zaten strategik maqsadi shu Uyg'urlarni xitoylashtirib o'tish. Nurg'un millatlarni xitoylashtirib o'tib, anda shu sodi ko'payib ketgan bir Manju degan millat bor. Ba'zini tarixda 300 ming Xitoyni gapni tarixiy nimalar to'liq emas buni tadqiq qildi. O bir 3 milyon bo'lmay turib butun Xitoyni ishg'ol qilolmaydi. Hech bo'lmagan 3 milyon bor. Keyin men nurg'un manjularniki professor bilan ko'rishib qoldim. Men Xitoy deb ko'rinaman deydi. Shuning uchun qarayt qirg'in qilib, qilgandan keyin qo'rqib Xitoy bilgan o'zimizni Xitoy deb yozg'izib Xitoy bo'lib ketgan deydi. Shuna deydi hamda. Men asl manjuman deydi millatim. Bu hamda hozir hamma shunday nurg'un millatlarni shunday qilib etdi. Mesela 54 millet var deydi, nurg'unlarning o'zining tili yo'q, matbuoti yo'q, Xitoycha so'zlaydi, Xitoycha qiladi. Masalan, burun Uyg'urlarni seriq Uyg'urlar deb, uning Uyg'urning tarkibi deydi. Ular belli islom diniga kirmay, buddist bo'lib qolgan. Ammo tili biz bilan ayniydi, odatlar biz bilan ayniydi. O din millatni araydigan asos omil emas. Mesela Gagavuzlar Türk, Gagavuzlar, Kök Oğuz Türkleri diyen. Onların dili Türkçe. Özü Hristiyan. Lakin Türk hesaplanıyorlar. Türk deydi üzerine Gagavuzlar, Kök Oğuzlar diyen gapemdi o. Onun için bunu şimdi ne kılış gerek ki, demek Xitoyning asas maqsadi bütün Şarkı Türkiye, Uygur, Kazak, Kırgız hemmeni Xitoylaştırıp, Xitoy qilib tugitib, o tuproqning ustiga qo'nib, o tuproqni ko'rak qilib turib, bu G'arbiy Turkiston, O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarni ishg'ol qilib, dunyo davlati bo'lib, dunyoga hukmron bo'laman degan bir plani bor. Uning nimasi shu. Endi uni shuni buna kelib, bu Xitoyning bu xiyolini amalga oshira olmaydi. O gumron bo'ladi hozirgi davrda. Shuning uchun bizning ba'zilik odamlar hozirmish Xitoyga ketmanchi bo'layotgan odamlar bor. Ketman chopgan naqan chopasalik Nurbekirchilik chopasa, chopdi nim bo'ldi oxiri u. Nurbekning Shinyangda sot qo'yib, hozir qancha yillik kesib etdi deydi. Eng cho'ng'ashiliqi nima bilan, nima bilan Wang Luchan bilan birlikda xalqni qirgan, bijilmagan, shuni xizmat ko'rib yaxshi bo'lamadi. Sayfiddin o zaman şu Xitoyga taqdim qilib etgan bizning Sharqi Jamhuriyat bugundan boshlab taqab tugadi deb. Nim bo'ldi oxiri? Qirg'izistonga murabbop qilib o'tdi dunyodan, hech nimaga huquq yetmay. Endi shuning uchun ba'zi ahmoq odamlar, bilmaydiganlar, ichishmasa qilib Xitoy bilan. Shu biz ichish qashqa
namoyishni qilib chet elda bunday qilishga aydaq irqiy qirg'inchilik qilib bunday qilyotidi. Shuni qilmasak shuni bo'lmaydi deydi. Bu ahmoqning nimasi? Bizni bilmaganlikning sababi. Endi ya biz dunyoda mavjudligimiz ya qilib tugurimiz. İmkoniyat bo'lganda qurolli kurashga hozirlik qilishimiz kerak. Onunla biz tayyor olishimiz kerak. Bizning xalqimiz zaten tayyor. Muajiratdagi mamlakat zulm gapmi qilolmaydi, qo'rqaydi. İşte shuni qirg'inchilikni, vahshiylikni ko'rdi. Nurg'ildigan insonlarni, munavvar insonlarni jamiyatni boshlaydigan masalan oldingi qismdagi yozuvchilarni, muhim ilmiy odamlarimizni, diniy ulamolarimizni, jamoat erboblarimizni hammani turmaga solab, o'ldirib qilib etdi. Hozir Xitoylar bilan o'yinni deb tashviq qilyotdi. O'ylanganlik mukofot beryotdi. Hatto ba'zini qiynayotdi. Ata-onani adin chiqiraman desang, jazolardan Xitoyga tegishsa andin chiqirsa. Bo'lmasa o'lsa sirmashaga olib qo'yamiz deydi. Kichik bolalarni kirib Xitoycha kiyimlarini kiydirib, ata-onasi lagerlar kirganlarni Xitoycha o'qitib, Xitoy tarbiyalab, Xitoy qilib etamiz deb harakatni bir qism ichkari yo'tib, u yerda o'qityotdi. Uyg'urlarni chechalanga tarqaqlashtirish deb janubda Uyg'urlar jiq. Bintan bilan birga bo'lish kerak deb Bintanning kontroli. Bintan degan Xitoy Go'mindan armiyasining tashkil bo'lgan nimalar bu? Keyin ham buni kirganlar bor. Shu qurolliq dehqon bu, qurolliq askar bu. Shu bostirish qulay ashuna Xitoyning nafosini ko'chirib chiqishda shunday chang huquqi bor. Shu hozir Bintan bilan yerlikni bir gavdalashtirish deb janub hozir Bintanni nayt kuchaytirib, kengaytirib buni shu askariy nimalar bilan jazolash hareketini kuchaytiryapti. Demek onun için hozir biz nayt qiyin bir durumda turyapmiz. Lekin Allah'ın yardım bilen xalqaradagi tashkilotlarning ilib borgan faoliyatları ve bazı devletlardagi haqiqiy insonlik ruhi ve bazı insonlarning islahlik qilishi batida olsun batilik. Şunu bilan bizning masalan hozir 12dan ortiq davlatning parlamentosi Sharq Turkistonda bu Xitoyning ilib borgan hareketini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb tonidi. Chunki betaraf sud Angliyadagi JPR'ning qo'mondonligida u nurg'un nimalarni ko'rib, materiallarni, shohidlarni anglab, o irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb xulosa chiqardi. Endi hozir masalan borgan sari bu ko'payyapti deb toniydiganlar. Endi Uyg'urlarning qo'l nimaga elishdim qilishdimi? Avropaning Kanadamizda 10 ming Uyg'urni qabul qilgan nima qildi endi. Biz burun chetga chiqarmaganmizni, o'qib yetilganlar bu oz. Shammamizda qo'tandan saqlab turgandeklar gizit chiqarishga yo'l qo'ymay, matbuaga yo'l qo'ymay, o'qitmay xalqni jaholat, nodonlik tutib, bizim oxir qolgan kunimizga inqilob qilganlarni qolganli shaqda istashlik qilmay, ozroq qadam qon to'kib, qolganlar uxlab shu non yedik bo'lmadi deb o'tmaydi bo'lgan. Onun için bizim bir Uyg'ur avlodiga vazifamiz nihoyat muhim, cho'ng. Biz hozir o'zimiz bilan o'zimiz, masalan hozir pishmish ishlar. Xitoyni xo'sh qiladigan ishlar bor. Ash rahbarlarni tushirib, balki bo'ldi ba'zi kamchilik inson bo'lganda bo'ladi. İnsan kamchilikdan xoli bo'lolmaydi. Aysa Efendi'nin bazı terslikler, Ahmet Efendi'nin bazı terslikler bo'lishi mumkin, bazı hamda inson bo'ladi. Lekin uning asos iqlimga qarash kerak. Vatan millat uchun, Sharq Turkiston qutqizish uchun qilgan xizmatlari muhim o'rin turamda, yoki uning kichik upak tüpek bazı xatoliklar muhim o'rin turamda. Qaysi taraf ig'ri bassa, biz o odamlarni qadrlashimiz kerak. O odamlarni biz doim hurmatlashimiz kerak. Onu biz kalbimizi saklışımız gerek. Bo'lmasa kim bu işini qiladi? Hemen aql şuna qildi ki milletçiliğe okuyaydı, baldır pokuyaydı degan bir gap ama şey taqatqan qilgan. Milletçiler okuyaydı, baldır pokuyaydı şuna olib qalamas. Deb aşı nima desem qo'y hocam. Vay hocam sizning rasab o'tishimizga farzmi bizga endi. Alloh taolo mujohid qilinglar. Jutanlar bisvalni ishg'olga qarshitiringlar degan. Shuni bizning xalqimiz to'liq yetib ketolmagan Xitoy ojiz vaqtlarida. Shu vaqt Xitoyning bir naydiya 6 askari va yo 10 askari va. Ash bir yillik nimani chiqarib qo'ysa, ash bir yillik shuni ko'tarib juda, ko'tarib yoki tashlasa o'ylab ketirgan vaqtlar edi. Apiga Xitoyda apiga chekib yurgan vaqtlar. Shu vaqtda o'g'admaganligimiz uchun, jaholat qilganligimiz uchun biz qutlanmay qoldik. Endi hozir nima qilamiz?
Hozir biz ittifoqlashib, o'zimizning ittifoqini buzadigan, bir-birimiz bilan g'avg'o qiladigan ishlarni qilmasligimiz lozim. Masalan, Ahmedjonni qo'llaydiganlar, uning qarshi turganlar bilan toza munozir qilsa, Xitoyning gulqaqa ichiladi. Ajab obdan bo'ldi. Xitoyga diqqat aziydi. Ondan keyin Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi deb, yo men Uyg'uristonchi, men Sharq Turkiston deb jidal qilib, majra qilsak, Xitoyning gulqaqadan ichiladi. Mushuni kuriklaydi ayda qilinglar deb. İşki cihat edemler arkalık. Şunday qilsak, biz evvel vatanni azat qilaylik. Vatan azat olgandan keyin şartlik parlamento Uyg'uriston quramdi, Sharq Turkiston deb quramdi, shuning huquqi. O'nqich biz masalan xalqaro Uyg'uriston degan tashkilot qursa, biz unga boshqa bir fikrimiz yo'q, qursin. Sharq Turkiston deb qursa, biz unga tashkilot birlashsin. Kuchni birlashtirsin. Buningda munozir qilmasin. Shuning uchun buna ta shu 90-yillari, 92-yili ko'tarilgan masalada Uyg'uriston, Sharq Turkiston. Uyg'uriston degan shu Ashir Vohidning boshchiligida Uyg'uriston partiya tashkiloti edi. Yig'inlar, qurultaylar qatnashdim, nutq so'zlab tabrikladim. Shu Xitoyga qarshi edi o'lma. Endi buni biz Uyg'uriston, Sharq hozir munozir qilmaydi. Hozir buni qilib Uyg'uriston, Sharq Turkiston deb ikkiga bo'linib, bir-biri bilan qonliq pichoqliqqa Xitoy qo'shib ketdi. Deb buni vatan azod bo'lsin, shu parlamento qaror versin. Deb shunga kelgan. Hozir mushuk ko'tarib chiqib hozir mayda qilib bu to'g'ri emas. Bizning tarixda o'tgan rahbarlarimizning mushaq qonlarni oqchiti ko'kchi ayıplash to'g'ri emas. Vatanga, millatga foydaliroq ish qilgan bo'lsa, uni taqdirlash kerak. Masalan, xalqaro jamiyatda shu Sharq Turkistonning ozodligi o'rin uchun bir xizmat qilganlarni qadrlashimiz kerak. Xoinlarni, munofiqlarni uni chetga qilishimiz kerak, ular qarshi turishimiz kerak. Endi biz asosiy kuchimizni shu Xitoyni pash qilish. Xitoyning biz qilayotgan zulmlarini butun dunyo ommasiga anglatish. Xitoyga qarshi kurashimiz uchun nuqtani ashak markazlashtirishimiz kerak. Bu biz ichimizda bunday majra qilib, ichimizda bir-birimiz bilan nima qilgan. Masalan, surgun hukumatning birida oxirida balki ba'zilarning obro'y parastligi bo'ldi, ba'zi balki Xitoyning qo'li bor. Biz buni araştırırız. Kelajak nurg'un narsa aydınlashadi. 5-6 hukumat paydo qilib qo'ydi. Bu Xitoyning siyosati, ko'masa, bo'l, parchala yo'q qil. E'tiborsizlashtirib yo'q qilib o'tish.